Xitoy yomon g'arazlik bo'lmaslik sharti bilan Sharqi Turkistonga qilingan har qanday ziyoratga ruxsat qiladiganligini aytdi. Fransiya prezidenti Makron Xitoyning musulmonlarga qilgan zulmini tekshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qilgan chaqiriqning rad qilinganligiga qarata afsuslanganligini o'tirg'a qo'ygandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yuqorqi so'zni aytdi. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni lagerlarga qamishi xalqaro jamiyatning tanqidiga uchirmoqda. Makronning so'zlariga inkos qaytargan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying boshdan tortib bu xil ziyoratga ochiq ekanligini aytdi. Hua Chunying Xitoyning hozirgacha ko'pinchisi arab davlatlaridan tashkil topgan 90 dan ortiq davlatdan kelgan diplomat, tadqiqotchi va vakillarni kutib olganligini tilga oldi va Xitoyning har qanday davlatning kishilik huquq nomida atalmish Xinjiang ishlariga aralashishiga qarshi turganligini ta'kidladi. Bundan burun Amerika doiralari Xitoy taklif qilgan bu xil ziyoratlarning sayohat va ko'z bo'yamchilik ekanligini aytib rad qilgan edi. G'arb davlatlari Xitoyning hech qanday besimga uchirmasdan cheklamasiz holda Sharqi Turkistonni ziyorat qilishni xohlaydiganligini bildirmoqda. Xalqarada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgari deb ayblanib kelayotgan Uyg'ur avtonom rayonlik partkom sekretari Chin Chuango Turpanda bir masjidni ziyorat qilib, atalmish Xinjiangda islomni xitoychilashtirish yo'nalishida chang turishini ta'kidlagan. Atalmish Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Chin Chuango 3-dekabr kuni Turpanni ziyorat qilgan. U ziyoratida Yor bozoridagi bir masjidni ko'zdan kechirib, islomni xitoychilashtirish yo'nalishida chang turishni, diniy zotlarning vatanparvarlik ruhini namoyon qilishni talab qilgan. Chin Chuango Xitoyning 2017 yildan beri Uyg'ur elida 16 mingdek masjidni buzgan yoki chiqib etganligi ma'lum bo'lib, xalqarada g'ulg'ul qo'zg'agan bir mezgilda Yor bozoridagi Yezi masjidini ziyorat qilgan. Avstraliya strategik siyosat instituti bu yil 9-oyda e'lon qilgan dokladida sunniy hamroh suratlarini analiz qilib, 16 mingdek masjidning ichida 8 mingdek masjidning yaqinqi 3-4 yil ichida chiqib etilganligi ilgari surilgan. Atalmish Xinjiang gazetining bildirishicha, Chin Chuango bu safarida yana Turpan muzeyini ziyorat qilgan. O Turpan muzeyida tarix va madaniy yodgorliklardan foydalanib, har millat xalqining Junxo millati tunishini turg'izish, beshni e'tirof qilishni davomli kuchaytirishni ta'kidlagan. Biroq kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Xitoyning Junxo millatini tunish va beshni e'tirof qilish tashabbusi Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tarixini inkor qilish ustiga qurilgan bo'lib, bu Uyg'ur madaniyat qirg'inchiligiga yo'l ochgan ekan. Amerika Hong Kongdagi demokratiya va erkinlikka qarshi harakatlari sababli 14 nafar Xitoy amaldoriga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Bu amaldorlarning Amerikaga kirishi cheklanadi va Amerikadagi mol-mulki to'ng'itildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 7-dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining 14 nafar muavin mudiriga embargo qo'yganligini e'lon qildi. Mike Pompeoning ta'kidlashicha, yuqorqi 14 kishiga Xitoy Xalq qurultiyining doimiy komiteti Hong Kong xalqining Angliya Xitoy qo'shma axboroti va Hong Kong tub qonuniga asosan o'z vakilligini saylashiga buzg'unchilik qilganligi uchun embargo yurgizilgan. Pompeoning aytishicha, Hong Kongdagi demokratiya musobaqasiga qilingan buzg'unchilikda Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining roli bor ekan. Xitoyning Hong Kongdagi harakatlari 1985-yili imzolangan o'rtaq xitobnomaga xiloflik qilgan. Bir 1998-yildagi xalqaro diniy erkinlik qonuniga asosan Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10 davlatning sistemalik, izchil diniy erkinlikka daxl taruz qilgan deb bekitdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida diniy erkinlikning asosli kishilik huquqining biri ekanligini ta'kidlab, o'zlarining bugun bu asosiy qonunni qo'g'dash uchun yangi qadam tashlaganligini bayon qildi. Pompeo bayonotida mundaq dedi: Amerika hukumati Burma, Xitoy, Eritreya, Eron, Nigeriya, Shimoliy Koreya, Pokiston, Saudiya Arabiston, Tojikiston va Turkmanistondan iborat 10 davlatni diniy erkinlikka sistemalik, uzluksiz, dahshatli daxl taruz qilgan davlatlar tizimligiga kirgizdi. Yaponiya taratqularida Yaponiya, Fransiya va Amerikaning kelar yili mayda tunji qatim birlikda harbiy manevr tashkillaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Manevr Xitoyning rayonidagi harbiy faoliyatlarini ko'paytgandan keyin elib berilganligi va tunji qatim o'tkazilganligi uchun kishilarning diqqatini tortadi.
Sankey gezitining xabariga qaraganda, Yaponiya, Fransiya va Amerika armiyasini o'z ichiga olgan 3 kishilik manevr Yaponiyaning aholisiz orol rayonlarida o'tkazilgan. Egilinishcha, bu manevr tabiiy ofatga qarshi turish shaklida o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, amaliyotda hujumdan mudofialanish uchun ilib berilgan.